2000 chumalikda qara 2026-yil 1-may sanasiga Vanderkotlar Farg'ona viloyati Quva tumanida yaqinroqdan ko'rsating. Terim jarayonida ketyapti. Juda ham sifatli va chiroyli bo'lib yetilgan. E'tibor berib ko'rishlaringiz mumkin. Bu uzilayotgan holati. Mana yetib borguncha rangi ham to'liq qizarib ketadi. Bu eksport Rossiyani bozorlariga bo'lyapti, do'stlar. Bemalol sizlar ham ekishlarga maslahat beraman. Bu ikki xili bor deb doim aytganmiz. Bu yirigi bo'ladi. Mana yaqinroqdan ko'rsating. Ya'ni yirigligidan o'zi bilinib turibdi. Olib ekishyapti, mayda bo'lib qolyapti, sizlarga o'xshamayapti deb aytishyapti. Yo'q, buni ikki xili bor mana. Qilicham deyshadi buni, mana. Kattaligiga baho bering. Mana shunisini o'rtasini tarozida o'lchab ko'rsataman. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana 98 gram. Do'stlar, kuzgi mavsum uchun ko'chatlarni yetishtirganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vanderkot o'riklarini erta Surxondaryo hududlariga kelgan bo'lsangiz, juda ham qimmat narxda uziladi. Surxondaryoda 200 ming so'mdan bundan 10 kun oldin uzilgan. Bu Farg'onada Quvada uzilyapti. Kimga agar xuddi shuni o'rigini ekish niyati bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, sizlarda agar hududlaringda qaysi vaqtda pishishi mumkin yoki qanchalik darajada effekt berishi mumkinligi haqida to'liq tekinga ma'lumot beramiz, do'stlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Podpisatsiya tugmasini ezib qo'ying, chunki sizda shunaqa yangiliklar bo'lishi mumkin. Sizni joyingizga tushmaydigan nav tanlab qo'yib juda ham ko'p adashib qolishingiz mumkin, chunki shunaqalar aloqaga ko'p chiqyapti. Noto'g'ri navdan foydalangan va effekt ololmayapti. Sizda ham shunaqa xato bo'lmasligi uchun bemalol aloqaga chiqsalaringiz, bepulga sizlarga tushmasligi haqida 70% aniqlik bilan inshaalloh Xudo xolasa 100% to'g'ri ko'rsatma berishga harakat qilamiz. Yaqinroqdan olib ko'rsating. O'riklarimizni holati juda ham go'zal holatda. E'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Daraxtlar, bu tomondan daraxtlarda ham holat bo'yicha daraxtlar toqalash sistemasidan foydalangan, lekin bu sovurganligi sababli ko'p joylarda mana yaqinroqdan mana bu tomonlarni bu joylar sovurilmadi, chunki agronomlik maslahatidan foydalangan. Qarash texnologiyasi bor. Sovuqqa chidamliligini oshirish maqsadida yoki gul kurtaklarni kech rivojlantirishni harakatida bo'lasiz. Iqlimni 1 oylik prognoziga qarab turib harakat qilishingizni maslahat beraman. Bitta bunisi bas. Mana bu tomonlardan ko'rsating mana. Bular ham Xudo xolasa inshaalloh 3-4 kun ichida terishga tayyor bo'ladi, yetilib qolgan. Mana bu tomonlarini olib ko'rsating. Mana kalibrlari juda ham yirik bo'lyapti. Mana yaqinroqdan. Mana bu tomonlarda. Kimga shunaqa agronomlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, bepulga maslahatlar beriladi. Sizlarga ham shunaqa ertaki joylarda bo'lsa, ko'chatlarni ekishlarni tavsiya qilaman, chunki juda ham yuqori natija beradi. $5 dan uzilyapti, chunki $5 aytilishi oson so'z bo'lgani juda yuqori darajadagi natija hisoblanadi. 1 gektar maydonga 666 ta ko'chat ketadi. Har bitta daraxtingizda 10 kilodan oladigan bo'lsangiz, qancha daromad olishingiz mumkinligini o'zingiz hisob-kitob qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etasizlar, sog' salomat bo'lasizlar. O'ri yegani ham kelaverasizlar.